Osmonimiz musaffo va konsert dasturlarimiz xotirjamlikda o'tishi uchun yaqinlardan, oilalardan uzoqda bo'lib, hattoki bayram kunlari ham siz u bizni tinchligimiz uchun fidoyi bo'lib turgan insonlarimiz bor. Ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya, qo'riqlash bo'limi xizmat xodimlari, ularni keling biz ham mana shu pallada qarsaklar bilan bayram shukuhiyla muborakbod etaylik. O'z tashakkurlarimizni, rahmatlarimizni nazarimda bundanda balandroq qarsaklar og'ushida taqdim etsak bo'ladi yaxshilar. Bravo. Tashakkur qilamiz. Va hurmatli aziz do'stlar, qadrli yurtdoshlar, jannat makon yurtimizga aslo ko'zlar tegmasin deymiz. Aynan Tashkent City sayilgohida konsert dasturlari juda ham ko'p sizlar uchun taqdim etiladi va aynan agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Instagram platformasida ham Tashkent City'ning rasmiy Instagram tarmog'iga obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Biz esa konsert dasturini mana shunday yuqori fayzu tarovatda davom ettiramiz azizlar. Yana bir karra barcha yurtdoshlarimizga Navro'zi olam muborak bo'lsin. Tashkent City xodimlari ma'muriyati nomidan ham alohida sizlarni chin yurakdan muborakbod etamiz. Xonadonlarimizni fayzu baraka, tinchlik va osoyishtalik aslo tark etmasin. Va hurmatli xonimlar va janoblar, siz u biz sevgan nafaqat O'zbekiston, balki qardosh va chet mamlakatlarda ham ko'plab muxlislarga sazovor bo'lgan ijodkorlarimiz sahnaga ko'tarilish uchun taraddud ko'rishmoqda. Keling ularni alohida bir xayrixohlik bilan guldiroz qarsaklar, ovozlar qolaversa, imkon bo'lsa konsert avvalda qilgan yulduzlarimiz bor edi-yu, esinglardami? Qani yulduzlar, telefon chiroqlari yoqimli bir atmosferada qarshi olishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Bundan-da ko'paytirib. Orqa tomondagilar sizlarniki ko'rinmayapti. Agar neymiz telefon zaryadkalarni va birgalikda taklif etamiz. Demak, O'zbek estradasining yorqin namoyandalari, sizni biz sevgan benom guruhini birgalikda qarshi olamiz yaxshilar. O'xshamingiz xayrli bo'lsin. Kayfiyatlar qalay, yaxshimi? Bayramonami kayfiyatmi? Xudo xolis. Barchangizni Navro'z bilan tabriklaymiz. Agar tayyor bo'lsak, birgalikda kuylaymiz. Ketdik unda. Seni ko'rmasam deganda, seni ko'rmasam deganda, ko'rib senga o'zga yo'qolmadi. Tabib tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi. Aldabadan yuragim oqirsan etdi. O'ylamay dedim, seni o'ylamay ko'rmas. Kechaman dedim, sendan kechib ham bo'lmas. Ammo bora-boralar, ovoralar, sevaman demadim, sevmayman ham demadim. Hayotda yo'q, beqarorliging, nega meni aylanmading? Ko'zlaring sevardi, aytmay buni eplardi. Sirli nigohlaring sekinlab qo'yganda. Ketdik. Seni ko'rmasam deganda, buni senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbingni
Yolab yüreğim akırsam O'sha qora ko'zlaringdan Yangi so'zlaringdan O'zim mehr Baribir umidlarni Ko'r bo'lib sevardim Kuni kelib mendan ketishing sezsam Chiroq ko'targan polilar hech qachon dard ko'rmasin, rahmat. Juda chiroyli atmosfera bo'ldi. Opla zo'r. Kayfiyatli bayramona. Haqiqatdan konsert juda ham go'zal o'tmoqda biz uchun. Sizlar uchunchi? Zo'rmi? Mana shunday yuqori kayfiyatda davom etamiz ham. Opaslarni sozlab oldik, ketdik. Keyingi taronani birgalikda kuylaymiz. Tunlar qorong'i qolib yoritadi oy Ko'rayotlarim tushungandek qaynason Qanday go'zal. Молодцы. Tunlar seni darvodan ishlaysan Seni sog'indim nega so'zlaring qolsan Shunday qulubadi Solganing meni osmonga qara Qanchalar solganimni undan so'ra Sen Молодцы. Sen orzularingda afsus men emas Men sevgan ko'zlaringda sevgi ko'rinmas Men hamon yasharman senga Ko'chada qolganday bayram qalbim og'ritadi dard meni qiynaydi sog'inganingda osmonga qarab yashamoq haqimdan seni sanab sog'indim yetar qiynaman meni sen amoqsiz menga yuragim olmas sensiz kunlarimga hech kim nura olmas sen qolmas yetarsin hamma meni Vaqtida tushman sevgi bo'ladan Ikkimiz qiynaganmaydi nomad Vaqtda so'zlanib ketamiz sevgimizga O'g'ilchamga bo'ladi bu yo'llarimiz Bir bayramimiz shu yaralgan zafar Sensiz o'tgan kunlarim qara qanchalar umr Qolsang bilmadim Sevmasang qulaqim Darmonimni qaytasan hozir Toshkent!
Shu qo'lga tushdi. Nima oxirisi? Nima so'z yo'q. Bala. Asosiysi bilishyapti. Amallashmoqda. So'z chiqqanlar bor, 10 talar. Talabni yuragimni aslo. Balki tez. Talab. Voy, yozib kelibsiz, ha? O'zimiz esimizdan chiqib qoladi gohida. Ha, haqiqatan o'zimizni esimizdan chiqib qoladi va mana shunday shijoatni, mana shunday go'zal muxlislarni ko'rib, hattoki mani mikrofonim hayajonda. O'sha uchun ahamiyat bermaymiz va davom etamiz. Sizlar rozimisizlar? Voy, xorim yo'q işte. Unaqada biz ham sizlardan rozi emasmiz. Rozimisizlar? Qanday go'zal. Bizlar rozimiz. Juda ham go'zal kuylashdi, juda ham chiroyli. Tayyorlanib kelishibdi bugun. Ha, haqiqatan. Xo'p, bitta savol. Bizning konsertimizga ilk bor tashrif buyurayotganlar bormi? Doimiy tashrif buyurayotganlar.
ellikda mikrofoning o'chib qoldimi? O'zi shunaqa bo'ladi. Qanaqa batareyka? Shunaqa. Birinchi kirganlar kimlar? Tanishgandan xursandman seni. Ismim Sarvar. Meniki Komil. Adashtirish bo'lmasin. Yo'q, meniki Sarvar aka rasmga tushirdi, men oldin keldim. Lekin o'rganib ketganman. Har doim Sarvar aka rasmga tushirdik, Sarvar aka rasmga tushirdik deb kelishadi. Bundoq qarangiz. Bu yonimda Sarvar yo'q. Kimni to'rt desam, meni Sarvar deb o'ylashgan ekan. Shunaqalar bormi? Bora, Sarvar deb o'ylagan edingiz, to'g'ri. Yo'q, bu ham mayli endi, Komil Sarvar mayli. Benom aka deganlar ham bordi. Benom aka rasmga tushirdik deganlar bor. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Mikrofoning tayyor bo'ldimi o'rta? qiynalib ketdingmi gapirishga? Xo'p. Undan ham zo'ri bor. Ha. Bir kun bundoq qilib, Komil aka dedim, dasamangni. Do'q to'xtab. Men Komil emasman, Sarvarman desam, nima farqi bor deydi. Mana shunaqalar bor ekan. Xo'p, davom etamizmi? Keyingi tarona Yoningdaman. yo'q. Siz ikkita konsertdan buyon balki turni so'rayapsiz. Uxlolmayapsiz shekilli. Eshitmasangiz, Balki tun. Xo'p. Yana qaysi tarona? Yoningdaman. Qaysi? Yo'qadi yomg'ir. yomg'ir quyvarsa chiqadi. Qaysi? Farqi yo'q, ha? Rahmat. Yoningdaman. Endi go'zal. So'ramadi yozishni. So'ramasdan kuylaydi deyishgan. Bundoq qilamiz. Keyingi tarona sho'x bo'lsinmi yo midlak bo'lsinmi? Sokinmi, sho'xmi? Birinchi marta sho'x. Sizlarni ko'rsam Yangicha yo'nalish u. Qaranglar, ovozlar orqali ham qo'yadi javobishon. sho'x tarona deganlar. Bor ekan. Vaqtlar, men sizlar bilan birgaman. Sokin tarona deganlar. Отвечаю, muhabbatdan ezilgan, siqilgan, qiynalgan, ular hozir baqirgan. Unaqa emas. Vaqtini ham eshitadi, to'g'rimi? Конечно. Qara, hozir yana bitta tekshiramiz. Ketdi. Sho'x tarona istaganlar. Ko'rdingmi, ko'payib qolishdi. Nimaga Biz siqilmaganmiz, nimaga deyishimiz. Sokin tarona deganlar. Ko'payib qoldi. Bularni esiga tushdi. Tashlab ketdi. Ya hozir nima bo'ladi hozir? Sho'xmi? Ancha sokin. Qaranglar, o'rtasini qo'yapti, o'rtasini. Sho'x bilan sokinni o'rtasini olamiz bu. Ha? Ikkalasidan ham bo'lsin bu. Sho'x ham sokin ha? Kelishmaganmiz biz tashkilotchilar bilan. Menimcha hozir sokin tarona yutdi lekin. Shunaqa lekin. Sokin tarona kuylab beramiz, faqat bitta sharti bor. Hamma chiroqlarni yoqsa, Go'zal atmosfera yaratsa, hozir hammada zo'r telefonlar bir-biridan go'zal. Chiroqlari bor bu telefon. qani yulduzchalarni ko'rmoqchimiz. Orqadagilar sizlarga ham ta'limli bu gap. Hammani ko'ryapmiz. Sizlar bizani ko'rayotgan bo'lsangiz, biz ham sizlarni ko'ryapmiz. Wow. Qolganlarga zaryadka shalkami bu tomondagi? Qani. Oho! Mana bu boshqa. Qalbi go'zal insonlar mana shunday go'zallikni yarata oladi. Go'zal atmosfera uchun rahmat. Juda ham go'zal. Wow! Buni Instagramga muhrlab qo'yamiz. Juda go'zal. Tayyormizmi? Faqat chiroq o'chirish bo'lmasin. Ketdik. So'zlarni bilamizmi? Birgalikda Qanday chiqadi? Senga bandika berib adashdimmi? Qayerda senmi yoki bu yuragimmi? Yo sen kutgandek mehr Berolmadimmi? Adashdimmi? Senga bandika berib adashdimmi? Qayerda senmi yoki bu yuragimmi? Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi? Bilasanmi? Sen aqidagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa Tashkent City parkiga kelar. Sizlar ovozinglarni eshitgim kelar.
Endi rozimisizlar bizdan? Balki Qaysini? uchun konsertga ko'ylab beramiz. Baxtli bo'l. Balki tun. Balki to'y telbaman yo'qadigan Baxtli bo'l. shuncha qo'shig'imiz bor o'zimiz. Qaysi tarona? Yo'qotmaydi. Qaysi? Bitta qo'shiq. Qaranglar, hammani ko'ngli olish qiyin. Lekin hozir bitta ashula aytishimiz kerak. Hamma ko'pchilik rozi bo'lgan taronani kuylab beramiz, rozi bo'lishingiz uchun. Qo'shiq nomini aytaman, qarsaklar orqali Ovozlar aniqlaymiz. orqali aniqlaymiz. Kelishdikmi? Qaysilar deyishdi? Baxtli bo'l. Qancha bo'ldi? Eshitib oldingmi? Balki tun. Bir xil bo'ldimi? Yog'adi yomg'ir. So'rama. Yo'qadi Yog'adi yo'qadi. yomg'ir ekan. Yo'qadi yo'qadimi? Agar qaysidir taronani eshitolmay qolsanglar, sizlarga Hozir imkoniyat bor. balki tun bilan baxtli bo'ldi ko'proq qaysi birida ovoz bo'ldi? Eng ko'p Turma. Yana bir marta diktirdik. Balki tun. Baxtli bo'l. yog'adi yomg'ir. Xafa bo'lmaysizlar. Xafa bo'lmaysizlar? Yo'qadi yo'g'irchilar ko'p ekan. Ket yo'qadi yo'qlarunda. Ashaddiy muxlislarga farqi yo'q, qaysi tarafda bo'lishdi. Birgalikda ko'ramiz.
Yog'adi. Dardlarimni bilgandek yog'adi. Sendan ayrilganimga u haq. Balki sen ham hozir meni izlayapsan, yig'layapsan. Yog'adi, yog'adi. So'yarimiz ko'ngillarni sekin bir kunga qavishga yog'adi, yog'adi. Seni menga balki meni sekin izlayapsan. Har biringizdan mehr uchun minnatdormiz. Juda ham xursand bo'ldik. Agar kimda kim bugun norozi bo'lib qolgan bo'lsa, 1-maydon 6-mayga qadar Xalqlar do'stligi saroyida bizning Yakkaxon konsert dasturimiz bo'lib o'tadi. Barchangizni taklif qilamiz va aynan Instagramda demak so'rovnoma qilganmiz. Aynan mana shu The Best demak konsert dasturida qaysi taronalarni ijro etib berishlikdan kirib faol bo'lishingizni so'rab qolamiz. Aynan siz so'ragan tarona konsertda yangrashi mumkin va keyingi taronani menimcha juda ham ko'pchilik kutmoqda. Ketdik. Birga kuylaymizmi? Qanday go'zal.
Yigitni judayam qattiq. Yuragimizni tub-tubidan sog'inib. Ham judayam qattiq. Har biringizdan minnatdormiz. Mehr uchun rahmat. Keyingi konsertlarda ko'rishguncha